Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fani bo'yicha birinchi bosqich talabalariga mo'ljallangan ma'ruza mashg'ulotimizni o'tamiz. Bugungi mavzumiz demak shaxsga faktorli yondashuvlar deb ataladi va 5-mavzu hisoblanadi. Men Rahimov Bobur Azimboyevich, psixologiya va sport kafedrasi o'qituvchisiman. Demak, mavzumuzni boshlaymiz. Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda quyidagi adabiyotlar orqali biz shaxsga nisbatan faktorli yondashuvlarni chuqurroq, demak, ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Bevosita mavzumizning rejalariga to'xtaladigan bo'lsak, demak, kirish bo'ladi. Undan keyin esa faktorli yondashuvning mohiyati, shaxsga faktorli yondashuvlarning ta'siri va uni nazariyalar rivojlantirgan olimlar haqida gaplashamiz. Keyingisi faktorli yondashuvning asosiy modellari xususida bahs yuritamiz. Faktorli yondashuvning afzalliklari va kamchiliklariga to'xtalib o'tamiz va amaliyotda faktorli yondashuvdan foydalanish imkoniyatlari bilan tanishamiz va oxirida xulosa sifatida faktorli yondashuvlarning ahamiyati va kelgusidagi istiqbollariga to'xtalib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mavzumiz bevosita kirish qismiga to'xtaladigan bo'lsak, faktorli yondashuv bu inson ruhiyati va uning holatlari, bilish jarayonlari, bilish faoliyati, ijtimoiy xulq-atvorining yig'indisi sifatida qaraladi va psixologiya fanida shaxsni o'rganish har doim dolzarb masala bo'lib kelganligi sababli faktorli yondashuvning demak shaxsni o'rganishdagi ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Turli yondashuvlar, xususan psixoanalitik, behavioristik, gumanistik, kognitiv va boshqa yo'nalishlar misolida olib qaraydigan bo'lsak, faktorli yondashuv ularni to'ldiradigan nazariya sifatida xizmat qiladi va shaxsni strukturaviy jihatdan o'rganishga yordam beradigan yo'nalish hisoblanadi. Faktorli yondashuvning mohiyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu demak statistik asosda ishlaydigan nazariya hisoblanadi. Ya'ni uning mohiyatida o'lchash va umumiy omillar, ya'ni faktorlar. Masalan, biz shaxsdagi sezuvchanlik darajasi yoki bo'lmasa diqqatning hajmi, ko'lamini o'lchashda ham bevosita faktorli yondashuvdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xotiraning hajmini o'lchashda ham bevosita faktorli yondashuvning xizmati beqiyos hisoblanadi. Faktorli tahlil yordamida shaxs haqida ko'p sonli tavsiflar umumlashtirilgan holatda va asosiy va yordamchi bo'lgan faktorlarga ajratish yordamida o'rganish bugungi kunda amaliyotda keng joriy etilgan hisoblanadi. Shaxsni tavsiflashda faktorli yondashuv individual farqlarni tahlil qilish va strukturalashtirish imkonini berib kelmoqda. Shaxsga faktorli yondashuvlarning asoschilari, ya'ni faktorli yondashuvning namoyandalari sifatida biz bevosita 3 ta olimni bu yerda keltirib o'tganmiz. Bular birinchisi Charles Spearman hisoblanadi. Psixologiyada matematik usullar degan fanimiz bor va unda Charles Spearman bo'yicha hisoblash ketma-ketliklari mavjud va shaxsning ma'lum bir xususiyatlarini matematik asosda ma'lum bir faktorlarga tayangan holatda hisoblash imkoniyatlari mavjud. Spearman bo'yicha demak intellektual qobiliyatlar, demak umumiy qobiliyatlar sifatida bu G faktor deb nima qilingan, qabul qilingan, maxsus demak qobiliyatlar esa S faktor sifatida qabul qilinadi. Ya'ni shaxsni ma'lum bir jihatdan biz o'rganish chog'imizda uning umumiy xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, G faktor nuqtai nazaridan yondashamiz. Agar maxsus o'ziga xos bo'lgan sifatlarni o'rganishni istasak, S faktor sifatida tanlab olgan holatda Spearman yondashuvini qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi yirik olimimiz Kettel hisoblanadi. Bizga ma'lumki, o'sha 1895-yillardan boshlab test metodi ommalasha boshladi va uning asoschilaridan biri sifatida bevosita Kettel keltiriladi. Kettel test metodini birinchi bo'lib, demak, psixologiya fanida keng qo'llanilishiga asos yaratib kelgan olim hisoblanadi va test tushunchasini ham psixologiya faniga aynan Kettel kiritgan. Demak, Raymond Kettel faktorli tahlilni shaxsiy fazilatlarni o'rganishda keng qo'llagan va u tajriba asosida eksperimentlar o'tkazgan asosida shaxsning 16 ta faktorini sanab o'tgan va bugungi kunda ham psixologiya fanida 16 faktor deganda biz Kettelni tasniflashi ko'z oldimizga keladi. Uchinchi yirik namoyandamiz bu Gans Eysenck hisoblanadi. Bizga ma'lumki Eysenck testlari ham mavjud. Katta yoshdagilar uchun 57 savolli va kichik yoshdagi bolalar uchun esa bu demak 60 savollik Eysenck testlari bugungi kunda ham amaliyotda keng qo'llaniladi. U shaxsning temperamenti, nevrotizm va rigidlik xususiyatlarini ekstraversiya va introversiya aniqlashga qaratilgan metodika hisoblanadi. Ya'ni insonning, shaxsning individual psixologik xususiyatlarini o'rganadi. Faktorli yondashuvning asosiy modellari sifatida hozir aytganimizdek Kettelning 16 ta faktori keltirilgan.
16 ta faktorning asosiylari sifatida bu shaxsdagi iliqlik, ya'ni munosabatlar, muloqotdagi iliqlik hisoblanadigan bo'lsa, undan keyin esa shaxsning fikrlash mustaqilligi, barqarorlik, dominantlik, ya'ni ustunligi, shaxsning jonlilik va energetik jihatlari, ehtiyotkorlik va boshqa shunga o'xshash bo'lgan faktorlar shaxsning asosiy 16 ta faktoridan joy olgan. Ayzenkning PEN modeli deb ataladi. PEN degani bu psixotizm, ekstraversiya va nevrotizmni o'lchashga qaratilgan faktorli yondashuv modeli hisoblanadi va u shaxsning tajovuzkorlik, g'ayrioddiy xulq-atvor, tashqi muhitga nisbatan ochiqlik, yopiqlik, ijtimoiylik va nevrotik jihatdan, ya'ni hissiy emotsional jihatdan beqarorlik, barqarorlik, tashvishlanuvchanlik sifatlarini o'lchashga qaratilgan hisoblanadi Ayzenkning PEN modeli. Xo'p, katta beshlik so'rovnomalari. Endi bu yerda butun dunyoda, masalan, Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlarini olib qaraydigan bo'lsak ham, demak Big Five deb ataladi. Bu katta beshlik so'rovnomalar zamonaviy psixologiyada keng qo'llaniladigan demak model hisoblanadi va u o'z ichiga asosan 5 ta tushunchani qamrab oladi. Ya'ni o'rganish 5 ta faktorni qamrab olganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Bu yerda katta beshlik so'rovnomalari asosan shaxsning ochiqligi va tajribaliligi, vijdonlilik, ekstraversiya, kelishuvchanlik va nevrotizm xususiyatlarini o'lchashga qaratilgan. Bu model shaxs xususiyatlarini yanada aniq va keng qamrovli tarzda ifodalaydi. Faktorli yondashuvning afzalliklari va kamchiliklariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, faktorli yondashuvning asosiy afzalligi empirik ma'lumotlarga asoslanganligi, ya'ni biror bir irratsional qarashga emas, to'laqonli ravishda ratsional qarashga, to'liq hisob-kitoblarga tayangan holatda xulosalar yasashimiz mumkin bo'ladi va individual farqlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Ya'ni ko'p odamda ma'lum bir tushunchalar shakllanib qo'ygan, faktorli yondashuvni guruhiy qo'llagan afzalmi yoki bo'lmasa individual qo'llagan afzalmi? Bu yerda afzallik sifatida individual farqlarni aniqlash demak keltirilyapti va u shaxslarda ko'pincha individual tarzda qo'llaganda effekti yuqoriroq darajada bo'lar ekan. Shaxsni baholashdagi obyektivlik, ya'ni obyektiv yondashuvga olib keladi. Faktorli yondashuvni qo'llash nimaga deganda ma'lum bir faktor shaxsda dominant bo'lishi mumkin va shunga asoslangan holatda biz shaxs haqida xulosa yasashimiz mumkin bo'ladi. Demak, faktorli yondashuvni afzalligi bo'lgandan keyin kamchiliklari ham mavjud. Faktorli yondashuvning asosiy kamchiliklari sifatida biz inson psixikasining murakkabligi va chuqur individual xususiyatlarni to'liq qamrab ola olmasligini keltirishimiz mumkin. Nimaga deganda biz bilamizki, psixika o'zining ichiga katta bir komponentlarni qamrab oladi. Asosan 4 ta sohani, bular bilish jarayonlari, bilish faoliyati, hissiy irodaviy soha va individual psixologik xususiyatlar hisoblanadi. Shularni, ya'ni 4 ta sohani ham chuqur ravishda qamrab ola olmasligi uni kamchiligi hisoblanar ekan va keyingi kamchilik sifatida faktorlar sonining tanlanishi bu subyektivlik tabiatida bo'lishligi, bunda demak faktorli yondashuvning demak kamchiliklari sifatida e'tirof etiladi. Amaliyotda faktorli yondashuvdan foydalanish. Xo'p, bugungi kunda psixologiya fanida faktorli yondashuv mavjud va bu asosda psixoterapevtik ta'sir o'tkazish usullari ham ishlab chiqilgan. Endi shu haqida gaplashib o'tamiz. Faktorli yondashuv amaliy psixologiyada keng qo'llaniladi. Amaliy psixologiya eksperimental tadqiqotlarda yetakchi yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ya'ni uning asosiy yo'nalishi 3 ta sohada kechadi. Birinchisi, demak, kasbiy yo'naltirish ishlarida faktorli yondashuvdan foydalanish mumkin. Shaxsning ma'lum bir faktor sohasiga tayanib turib, uni biror bir kasbiy faoliyatga yo'naltirish imkoniyatimiz mavjud. Keyingi sohamiz bo'lsa, psixologik diagnoz qilishda faktorli yondashuvdan foydalanish mumkin. Shaxsning xususiyatlari va u qay darajada shakllanganligini aniqlashda ham faktorli yondashuv bizga katta yordam berishi mumkin. Va 3-yirik sohasi shaxs rivojlanishini baholashda. Biz bilamizki, shaxsning ontogenetik rivojlanishi ma'lum bir ketma-ketlik yoki tuzilishlarga, mexanizmlarga asoslanganligi sababli u ma'lum bir darajada murakkablik tug'dirishi mumkin va o'sha murakkablikni, dolzarblikni yengillashtirishda faktorli yondashuvning ahamiyati beqiyosdir. Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, shaxs psixologiyasida muhim o'rin tutadigan faktorli yondashuv bugungi kunda ham o'zini dolzarbligini yo'qotmasdan kelyapti va u shaxs xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish, xulosalar yasash yoki bo'lmasa yangi nazariyalarni paydo qilishda, ularni tahlil qilishda va kelgusidagi istiqbollarni yanada kengroq masshtabda olishda ham faktorli yondashuv bizga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, shaxsni o'rganish va baholashning asosiy metodi sifatida hali ham saqlanib qolayotganligi mazkur yondashuvning ahamiyati katta ekanligini ko'rsatib beradi. Shaxs rivojlanishini o'lchashdagi uning tutgan o'rni bo'lsa, shaxsning keyingi kelgusidagi faoliyatini, shaxsiy, kasbiy, hayotiy sohasini yanada psixologik jihatdan kengroq tadqiq qilishda bizga yordam berishi mumkin. Shu bilan mavzumizni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.